Assalomu alaykum. Xayrli kun hammaga. Qani ko'ramiz. Kun xabari deb nomlayman bu raskladimni. Qanaqa sizni yangilik yoki xabar xursand qilishi mumkin? 3 ta variant qilamiz. Qanday yangilik sizni xursand qiladi? Birinchi variant, ikkinchi variant. Uchovini ham olishlaringiz mumkin. Uchovidan bittasini ham qabul qilishingiz mumkin. Umuman farqi yo'q. Qani ko'ramiz. Birinchi xabar juda ham sizni uzoq vaqtdan beri o'ylantirayotgan. Pullar kelishi. Sizga pul kelishi, juda ham birinchi variantni tanlaganlar juda ham hozirgi kunlarda sizni omadingiz shunaqa yurishni boshlaydi, shunaqa ishlaringiz barakali bo'lib boshlaydi. Atrofingizda pozitivniy odamlar, barakali odamlar juda ham paydo bo'ladi. Kim bilan agar hozirda siz hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan hamkorlikda davom etishingizni aytmoqchiman. Juda ham ko'p yaxshi покупкалар qilishingiz mumkin, ya'ni nimanidir sotib olishingiz mumkin, jihoz, uy, moshin, nimadirlar sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotib olishingizga ham juda ham yaxshi imkoniyatlar ochiladi sizga. Siqilmasligingizni maslahat berar edim. Nimagadir sizda mana shu apatiya, mana shu zerikish hissiyoti hech tark etmayapti. Lekin bilingki, siz bu narsadan qutulishingiz bilan sizni hayotingizga juda ham ko'p yaxshi xabarlar, yaxshi yangiliklar, hayotingiz ijobiy tarafga o'zgarishi ham bor. Ikkinchi variant. Qanaqa yangilik, qanaqa xabar sizni xursand qilishi mumkin? Nimani orzu qilgansiz oxirgi kunlarda, oxirgi haftada? Nimani orzu qildingiz, xayol qildingiz? Bu narsa sizni obro' e'tiboringiz, yashash joyingiz yoki ishlayotgan ishingiz haqida bo'lishi mumkin. Mana shu orzungiz amalga oshib boshlaydi yaqin kunlarda. Lekin sizdan nima talab qiladi bu orzungiz amalga oshishiga? Qat'iyatlilik, ya'ni siz bir o'rinda, bir joyda juda ham mustahkam o'rnashib olishingiz kerak. Qat'iyatliligingizni sinovidan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Bilimingiz juda ham talab qilinadi. Bilimlaringizni hozirgi kunlarda oshiring. Bilmagan narsalaringizni internetdan ko'proq yangiliklar, ko'proq informatsiya yig'ishga harakat qiling va bu orzungiz amalga oshishi bor. Uchinchi variant. Qanaqa orzungizga, nimani o'yladingiz, nimaga erishasiz, qanaqa xabar yangiliklar bor? Shayton kartasi. Lekin biz bilib turibmizki, bu ko'proq balki munosabatlarga taalluqli bo'lishi ham mumkin, ya'ni shaxsiy hayotingizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Xo'p. Siz kimnidir juda ham ko'p o'ylaysiz. Juda ham qalban ham fizikiski juda ham bog'lanib qolgansiz. Siz yaxshi ko'rib qolgansiz, sevib qolgansiz. Lekin nimagadir bu insonni o'zingizdan uzoqlashtirishga, aqlan uzoqlashtirishga harakat qilyapsiz. Bu insonni ham sizga nisbatan juda ham energiyasi tortyapti. Bu inson ham siz haqingizda juda ham ko'p o'ylayapti. Sizni yaxshi ko'rib qolgan. Lekin u ham ozgina qo'rqoqlik qilib turibdi. U ham o'zini ozroq uzoqroqdan tutishga harakat qilyapti. Lekin yana bitta karta tortmoqchiman. Xo'p, bu xabar
qanaqa yangilik? Bu nima sizni xursand qilishi mumkin? Ну, десятка pentakli kartasi bu inson sizni taqdiringiz bo'lishi mumkin, kelajagingiz bo'lishi mumkin. Sizni 3-variantni tanlaganlarga aytmoqchimanki, siz hozirda o'ylayotgan orzungiz baxt taraflama, shaxsiy hayot taraflama bo'lishi mumkin. Siz baxtli bo'lasiz, baxtingizni topasiz. Qish borgunicha, qish fasli kelgunicha siz baxtli bo'lasiz. Siz o'zingizni shaxsiy hayotingizni tuzasiz. Shaxsiy hayotingizdagi muammolar barham topadi. Lekin aslo qo'rqoqlik qilmang. Taqdiringizni, hayotingizni Allohga tavakkal qilib qo'ying. Shunaqa rasklad bo'ldi bugungi kunda. Kun kartasi, kun maslahati deb qabul qilinglar bu ochirimni. Yoqqan bo'lsa bitta kommentariy, bitta layk bosib qo'yasizlar albatta.